Shoshilinch. Bu xabar ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollarga javob bo'lishi mumkin. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan mavzu mashhur aktrisa Durdona Qurbonova va xonanda Imron o'rtasidagi munosabatlar haqida turli taxminlar paydo bo'ldi. Agar siz bu masalaga befarq qarasangiz, haqiqatni noto'g'ri talqin qilish xavfi mavjud. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz Tezkor axborot kanalidasiz. Bugungi mavzu Durdona Qurbonova va Imron atrofida tarqalgan mishmishlar, ularning asl sabablari va aktrisaning bu boradagi ochiq bayonoti haqida. So'nggi intervyulardan birida Durdona Qurbonova o'z ijodi, shaxsiy hayoti va sahnadagi hamkorliklari haqida ochiq fikr bildirdi. Ayniqsa uning Imron bilan sahnadagi chiqishlari va ular o'rtasidagi munosabatlar ko'pchilikning diqqat markaziga tushgan edi. Aktrisaning ta'kidlashicha, san'atkor uchun eng muhim omillardan biri bu oiladagi tinchlik va ichki xotirjamlikdir. Uning so'zlariga ko'ra, agar insonning qalbi bezovta bo'lsa, bu uning ijodiga bevosita ta'sir qiladi. U shunday deydi: agar oilada tinchlik bo'lmasa, sahnada samimiy obraz yaratish ham qiyinlashadi. Durdona Qurbonova Instagram orqali bergan intervyusida yana bir muhim jihatga e'tibor qaratdi. U xonanda Imronning turmush o'rtog'iga minnatdorchilik bildirganini ochiq aytdi. Uning bu so'zlari ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonansga sabab bo'ldi. Aktrisa Imronning rafiqasini san'atni tushunadigan va hurmat qiladigan inson sifatida ta'riflab, hatto peshonasidan o'pib qo'yaman degan iborani ishlatdi. Aynan shu ibora ko'pchilik tomonidan turlicha talqin qilindi. Ba'zi foydalanuvchilar bu gaplardan turli xulosalar chiqarishga harakat qildi. Natijada mishmishlar tez tarqaldi va turli noto'g'ri taxminlar paydo bo'ldi. Ammo aktrisa bu borada aniq va ravshan pozitsiyani bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, sahnadagi munosabatlar bilan hayotdagi munosabatlar butunlay boshqa tushunchalardir. U shunday deydi: sahnada biz tomoshabin kutgan obrazni yaratamiz. Bu sevgi, hissiyot va romantika bo'lishi mumkin. Ammo bu ijodning bir qismi xolos. Haqiqiy hayotda esa ular o'rtasidagi munosabat mutlaqo boshqacha. Durdona Qurbonova ta'kidlashicha, ular o'zaro hurmatga asoslangan do'stona aloqada. Ba'zi vaziyatlarda aka-singildek munosabatda bo'lishlarini ham ochiq aytdi. Aktrisa Imronning ham aynan shu fikrda ekanligini alohida qayd etdi. Ularning orasida hech qachon nojo'ya yoki noto'g'ri talqin qilinadigan munosabat bo'lmaganini qat'iy ta'kidladi. Shuningdek, Imronning oilali ekanligini, uning farzandlari va mustahkam oilasi borligini yaxshi bilishini ham urg'uladi. Bu bayonotlar orqali ko'pchilikni chalg'itgan mishmishlarga aniq nuqta qo'yildi. Ammo savol tug'iladi: nega bunday mishmishlar tez tarqaladi? Bu tasodifmi? Yoki ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri kuchayib borayotgani natijasimi? Nega san'atkorlarning har bir so'zi turlicha talqin qilinadi? Bu savollar bugungi kunda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Durdona Qurbonova yana bir muhim fikrni ilgari surdi. Uning aytishicha, san'atda muvaffaqiyatga erishish uchun inson ruhiy jihatdan xotirjam bo'lishi kerak. Agar qalb bezovta bo'lsa, rolga kirish, hissiyotlarni yetkazish va tomoshabinni ishontirish juda qiyinlashadi. U shunday deydi: ijodkor qalbi tinch bo'lmasa, tomoshabin buni sezmay qolmaydi. Bu esa ijod sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Aktrisa o'zining shaxsiy hayoti haqida ham qisqacha to'xtaldi. U yaqin kelajakda oila qurish niyati borligini ochiq aytdi. Agar imkon bo'lsa, bu yil turmush qurishi mumkinligini ham bildirib o'tdi. Bu xabar muxlislar orasida iliq munosabat uyg'otdi. Ko'pchilik unga samimiy tilaklar bildirdi. Shu bilan birga, Durdona Qurbonova san'atdagi yo'li oson bo'lmaganini ham yashirmadi. Uning aytishicha, u ko'plab bosimlar, tanqidlar va noto'g'ri tushunishlarga duch kelgan. Ammo sabr va mehnat orqali bugungi darajaga erishganini ta'kidladi. Aktrisaning bolalikdan san'at muhitida ulg'aygani ham uning shakllanishida muhim rol o'ynagan. U ijodning murakkab tomonlarini erta anglagan san'atkorlardan biridir. Faoliyati davomida u turli rollarni ijro etdi. Ba'zilari keskin tanqid qilindi, boshqalari esa tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. Aynan shu tajribalar unga hayot va sahna o'rtasidagi nozik farqni tushunishga yordam berdi.
Avval ham uning nomi turli hamkasblar bilan bog'lab tilga olingan. Ammo u har doim shaxsiy hayotini ommadan yiroq tutishga harakat qilgan. Bugun esa u o'z hayotiy qarashlariga ega, aniq pozitsiyali va mas'uliyatli ijodkor sifatida chiqmoqda. Bugungi vaziyat yana bir muhim haqiqatni ko'rsatdi. San'atkorlar sahnada yaratgan obrazlar ularning haqiqiy hayoti emas. Bu faqat ijodiy ifoda. Shu sababli tomoshabinlar ham har bir ma'lumotni to'g'ri tahlil qilishi zarur. Xulosa qilib aytganda, Durdona Qurbonova va Imron o'rtasidagi munosabatlar bu professional hamkorlik va o'zaro hurmatga asoslangan aloqadir. Tarqalgan mishmishlar esa ko'proq noto'g'ri talqin natijasidir. Kelgusida bunday vaziyatlar yana takrorlanadimi? Ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqalishi qanday nazorat qilinadi? Bu savollar hali ochiq qolmoqda. Qadrli tomoshabin, siz bu holat haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha mashhurlar hayoti nega bu qadar kuchli nazorat ostida? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va eng muhimi, eng so'nggi va ishonchli yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Tezkor axborot kanaliga obuna bo'ling. Videoga like bosishni unutmang.